20 yoshli ustida nima haqida o'ylaydi? Yurtga ketish yoki yaxshi pul topish, faqat shu narsani o'ylaydi. Bu yoqda aniqlik kiritib olish kerak. Siz o'sha kasbda o'smoqchimisiz yo 2-3 yildan keyin tugatasiz bu kasbni? Shunga birinchi navbatda aniqlikni kiritib olsangiz, ana undan keyin o'sha narsani rivojlantirsangiz bo'ladi. Siz yosh ustasiz, sizdan tajribasi katta ustalar bor. Siz o'zingiz uchun bitta ustoz tanlashingiz kerak. O'sha ustozni kuzatib, o'sha ustozdan bilim olib, kasbda ko'tarilsangiz bo'ladi. Bu yoqda qanday yo'l tutish kerak? Misol, hozir men 42 yoshdaman, Instagram yurityapman. Siz 20 yoshda bo'ladigan bo'lsangiz, hozirdan shu portfolio yaratsangiz agar, qiladigan ishlaringizni qo'yib ketib, o'sha qanaqa jarayonlar bo'lyapti, bularni hammasini qo'yib ketsangiz, siz ham tanilasiz va mijozlaringiz ko'payadi. Sifatli ish hamma joyda kerak. Siz sifatli qilyapsizmi? Ko'rib sizga baho berib, sizni chaqirishni boshlaydi. Shuning uchun mana shu narsalarga e'tibor qilib, shularni kuchaytirishni boshlash kerak.